Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni kuzatib kelayotgan yurtdoshlar. Xudo xolasa mana yangi apolovkalarimiz uchun finskiy faneralar tushirdik. Toza rossiyskiy birinchi sort fanera. Temir apolovkalarimizni bundaqa o'qdan foydalangan bo'lsak, bu finskiy faneradan tayyorlangan apolovkalarimizni usta akalarimiz bundaqa Xitoyda Tayrot gaykalaridan foydalanishadi. Tayrot Xitoy original gaykasi ham Xitoy original gaykalar. Xudo xolasa bu finskiy faneradan yaqinda apolovkalar tayyorlab sotuvga chiqaramiz. Sotuvda bizda temir apolovkalar ham bor, o'qqa moslashtirilgan. Xudo xolasa bu temir apolovkalarimizni ham yaqinda Tayrotga ham moslab chiqaramiz. Kimga o'qli kerak bo'ladigan bo'lsa, apolovka o'qlidan zakaz berish mumkin. Tayrotli apolovka kerak, tayrotli apolovka, tayrotli o'qdan tayyorlangan apolovkaga buyurtma berish mumkin. Ekranga nomerimni qo'yib qo'yaman. Shu nomerda Telegram, WhatsApp bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Leza apolovka kerak bo'ladigan bo'lsa. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani.